Opamni yonboshatib, qirsillatish jarayonlarida biz manual terapiya qilamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan diskussiya mutaxassis Zuhriddin Salohdinov va ikkita ayol bemorimiz. Nima ayollar chiqarmaysizlar deymiz? Deysizlar, mana yuzlariga bijir-bijir qo'ysa ham, lekin ikkita opamni chiqaramiz. Do'sti, birinchi opamiz 8 mm 55 griji bilan tashrif buyurgan edilar, bo'sh. Hoppa. Ikkinchi tarafga. Demak, 8 mm griji bilan bu uchinchi kelishlari. Lekin qanchalik yaxshi bo'lganlarini o'zlari sizlarga tushuntirib beradilar. O'zlari bilan videoni oxirida suhbatlashamiz. Video oxirigacha ko'ring. Hozir manual terapiya, keyin osilish jarayonlari 100 kg dan ortiq ikkala opamiz ham, lekin vaznlariga yarasha effekt olganlar, shunaqa ves bo'lsa ham mazza qilib hozirgi kunda og'riqsiz yuribdilar. O'shanga qanaqa erishganlarini sizlarga tushuntirib beradilar. Endi bo'sh qo'yasiz. Osmonga qarab olasiz. Endi do'stlar, xo'p, opamizni hozir oyoqlaridan boylaymiz, qo'llarini tortib, bo'yinlarini tortamiz. Keyin bo'lsa osilish jarayonlari. Birinchi, ikkinchi kurslarning o'zida, misol uchun, qanchalik darajada o'zgarish, bir xil aytadi, bir kursda o'zgarish bo'ladi. Albatta, bugun birinchi marta kelgan opamizdan ham hozir intervyu olamiz. Shuning uchun video oxirigacha ko'ringlar. Bir kurs so'zida qanaqa o'zgarish bo'lganlarini aytadilar. Va barmoq masalasiga kelsa, 100 dan oshiq vesli bemorlarimiz bo'lsa ham, barmoqlari yaxshi, agar og'riq bo'lganda 3-kursga kelmasdilar. Shuni hammasini hisobga olasiz, pastdagi nomerdagi telefon qilib kelaverasiz, davlat berishga harakat qilamiz. Oyoqlarni boyladik. Demak, qo'llarni tortdik, qirsillatdik, endi bo'yinni tortamiz va osilish jarayonlari. Bo'sh. Hoppa. Ketdik. Bismillah, Alloh shifosini bersin. Opamni osmonimiz ko'ryapsizlar. Yana bizga zakaz bo'ldi, 5-6 tur bor endi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko'rdinglar, hech qanaqa baqirish, voh dod degan narsalar yo'q. Opamizdan intervyu olamiz. Qanchalik o'zgarish bo'lganini o'zingizlar kuzatasizlar. Demak, opamizning muolajalari tugadi. Birinchi, qanaqa og'riqlar bilan kelgan edingiz va 8 mm griji katta edi. Xo'p, qanchalik darajada qiynaldingiz? Kuchli og'riq bilan kelgan. Kuchli og'riq, qayerda bo'lgan o'sha og'riq? Beldan oyoqqa tushadi. Beldan oyoqqa. Qaysi oyoq? O'ng. 10 oyoqda bo'lgan 55/1 8 mm. 55/1 o'ngga beradi, ko'p aytganmiz. Bu 3-kursingiz. 2 kursdan keyin orasida daja 2 oy o'tib ketdi. Bizda 10 kun o'tkazib kelinadi, lekin 2 oy. 2 oy o'tib ketishiga sabab nima bo'ldi? Yaxshi bo'lib qoldim. Zo'r bo'lganingiz uchun yana bir keldim oxirgi. Hozir oxirgi muolajani olib ketdik. Biz o'zi 4 kurs deganmiz, lekin 3-kursini olib ketdik. Shu men zo'rman deb o'zlariga ishonib, 3-kursga 2 oydan keyin kelganlar. 2-kurs so'zda yaxshi bo'lganlari uchun. Demak, tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Albatta, sizlar ham ko'rdinglar, kelinglar. Buni ham YouTube'dan ko'rganlar, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib keldingiz. Undan oldin ham muolajalar bo'lgani? Bo'lgan, lekin foyda bermadi. Endi sizga 4 kilometr yurish, veli haydash, uyga vazifa hech nima berilmaganda u paytda, to'g'rimi? Yo'q. Hozir biz harakatlar berdik, o'shalarni qilganda ham yengillik sezdingizmi? Ha, sezdim. Yengilliklar sezilgan hammasi. Chunki bitta opam og'riq bilan yura olmasdilar, endi yurib beradilar. Shu bilan xona kirib ketaveradilar. Demak, bitta yurib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizga keyingi opamizning muolajasiga o'tamiz. Oyoq menga berasiz. Bo'sh qo'yasiz. Bo'sh. Hoppa. Ikkinchi tarafga qarab olasiz. Bo'sh qo'yib berasiz, bo'sh. Hoppa. Chokki osmonga qarab olasiz. Ikkinchi ayol bemorimiz osilish jarayonlari. O'zlaridan intervyu olamiz. Bir kunda o'zgarish bo'lgani uchun videoga chiqaman, mayli, xo'p dedilar. Demak, o'sha o'zgarishni aytib beradilar. Siz kuting, video oxirigacha ko'ring. Pastdagi nomerdagi telefon qilib grijani davolatishga kelishingiz mumkin. Qo'llarni tortamiz, bo'yinlarni tortamiz. Keyin bo'lsa osilish jarayonlari. Bolalar o'sha oyoqdan boylab qo'yishgan, chaqqonlik qilib. Biz birinchi bemorimiz bilan gaplashgunimizcha. Xo'p, bo'yinizdan tortamiz. Keyin bo'lsa osilish jarayoni. Hoppa, ketdik. Hop, 1, 2, 3, 4. Bitta bonus ketdi, vobshin zo'r bo'ldi. Do'stlar, bizdan ko'p so'rashadi. Bolalaringiz ko'targanda o'zi griji bo'lib qolmaydi. Mana ko'rdinglar, desam bor, lekin bolalar ko'tarishdi. Griji bo'lgani yo'q, hammasi joyida. Cho'tki intervyu olamiz. Cho'tkimi? Cho'tki. Sandachi? Zo'r. Hammasi zo'r. Opamdan intervyu olamiz asosiysi. Opamizni kuzatib borib, kecha og'riq kuchayib ketgandan mashqlarni qilganlar, to'g'rimi opa? To'g'ri. Mashqlar o'zidan sal yengillashdingiz. Yengillashib, Ixlos qildingiz. Keldingiz bugun ertalab. Keldim. Lekin muolajaga sal ikkilandilar. Ikkilanish bo'ldi. Yaxshi bo'larmikin yo'qmi? Nimaga? Chunki og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi. Bir nechta joyga bordingiz-a? Borib, pul sarfladim, borib. Qator o'tdi o'zi, shundan gapiring. O'zi mana shu beldan boshlab mana shu oyoq to'nmaydi.
Bunday yotganimda burilolmayotgandim-da. o'ngga chapga. 5 ta fanigan, 3-4 tani orqalarning ukol bilan yuruvdim. Har kuni deng, har kuni 5 ta fanigan. Fanigan tabletkadan har kuni 5 ta ichsa yaxshi bo'lardi. Bugun bitta ichdingizmi? Ichmadim. Umuman ichmadingiz-a? Umuman. Mana sheringlamay yotibsiz, hammasi hangomatchi, zo'r sheringlar ekan. Kayfiyatni ko'tarib gaplashib yotibsizlar. O'girilishlar qanaqa bo'ldi? To'g'risi kelib ketaman deyotgandim-da, ishonmadim. Ha. Keldim, atay keldim, ixlos bilan dedimmi? Zo'r. Hozir yaxshi, o'girilishlar yaxshimi? Zo'r. Harakatlari bittada yaxshi bo'lib qolgani uchun zo'rman dedilar. Opa bo'lmasam sherik bo'ling boy opamizga. Birinchisining o'zida ikkita bemorni olaylik, videoga chiqing dedim. Xo'p dedilar. Tashakkur sizga. Rahmat katta. Qo'linglar dard ko'rmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bemalol xonaga kirib olasiz. Xudo xolasa. Keyin kelganlarida bundan ham zo'r yugurganlarni ham video ko'ramiz. Rahmat doktor. Xizmatda kerak bo'lsa pastda nomerga telefon qilamiz. Sog' bo'ling.